Aytinglarchi, 70 yil, 80 yil zo'r obod hayot kechirib turib, abadiy cheki yo'q jahannamda qolib ketishlik arziydimi? Nuh alayhisalom 950 yil yashadi. Qani u kishi? Abadiylikda oldida 950 nima degan narsa? Siz bilan bizga Alloh taolo 60 yil, 70 yil umr berdi. Kelinglar shu 60 yil, 70 yilda Allohga qulchilik bilan o'tkazaylik-da, oxirat diyorida Alloh taoloning aziz mehmonlari qatorida bo'laylik. Aytinglarchi, 70 yil, 80 yil zo'r obod hayot kechirib turib, abadiy cheki yo'q jahannamda qolib ketishlik arziydimi? Nuh alayhisalom 950 yil yashadi. Qani u kishi? Abadiylikda oldida 950 nima degan narsa? Siz bilan bizga Alloh taolo 60 yil, 70 yil umr berdi. Kelinglar shu 60 yil, 70 yilda Allohga qulchilik bilan o'tkazaylik-da, oxirat diyorida Alloh taoloning aziz mehmonlari qatorida bo'laylik. Kim oxiratini dunyosidan ustun qo'ysa, ikkalasiga teng erishadi. Kim dunyosini oxiratidan ustun qo'ysa, ikkalasini ham yutkazadi. Qaytarib aytamiz. Kim o'zini oxiratini dunyosidan afzal bilsa, ustun qo'ysa, ikkalasi ham qo'liga kiradi. Ammo kim dunyosini oxiratini ustun qo'yadigan bo'lsa, ikkalasida ham yutqazadi. Birodar, seni hayotingni tang bo'lishligi, rizq masalasida siqilib bo'g'ilib yashashligingni asosiy sababi Robbingdan uzoq bo'lib ketayotganing. Alloh bekardan bekarga olib qo'ymaydi. Qo'lingdagi kengchiligingni, sakinatli, xotirjam hayotingni o'zingdan o'tib qoladi. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an katir. Shuni shior qilib olish kerak, yigitlar. Nima musibat yetsa ustingga, o'zingni qo'ling bilan kasb qilgan ishing sababli yetadi. Yana men Alloh ko'pini kechirib turaman, deyapti. 10 ta gunoh qildingiz, bittasiga jazo berdi, 9 tasini yuvoradi shu bilan. Boshingga nima musibat kelsa, o'zingni fe'ling sababli bo'ldi. Yana men ko'pini kechirib turaman gunohlaringni, deydi. Pul topayotgan birodarlar, bir o'ylab qo'yinglar shu narsani. Siz qilayotgan tijoratda qilgan bitta odam baraka topyapti, ehson ham qilyapti, ko'payapti, maza qilib yashayapti. Sizda shu narsa yo'q. Bir sababi bor, qidiring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: sizlardan biringiz o'zining hojatini Robbisidan so'rasin, hatto oyoq kiyimini ip uzilib ketgan bo'lsa ham. Hatto mana shu narsa bo'lsa ham kichkina dema. Allohdan kattaroq narsa so'ra, patinkani o'zing ham ol olasan ipini dema. Chunki Alloh bermasa shu ipni ham ola olmaysan.